Qish kunida bolalarni zeriktirmasdan uyda olib o'tirishning yagona yo'li bu ular bilan birgalikda o'ynash va qiziqarli o'yinchoqlar yasab berish. Shu yo'l bilan bolalarim anchagina vaqt birga o'ynashib, xursand bo'lib, injalik qilmasdan o'tirishdi. Birinchi qog'ozga shunaqa qo'yni rasmini chizib oldim. Oq listga, keyin bo'shagan korobkaga yopishtirib va maxsus teshadigan narsa bilan teshib chiqdim. Qancha ko'p teshsangiz shuncha yaxshi-kan. Bolalarim birpasda to'ldirib qo'yishdi buni. Keyin paxtali cho'plar kerak bo'ladi bizga. Ularni ikkiga bo'lib chiqamiz. Qaychi yordamida. Teshiklaringiz sonidan ko'proq bo'lsa ham bo'laveradi. Ikkiga bo'lib berdim. Bolalarim ikkitaligi uchun ularga o'zlarini idishchalariga teng taqsimlab berdim. O'zlari ham menga yordam berishdi. Ancha qiziqib, maza qilib, maroqli o'ynashyapti. Bularning sharandon boqqolchalarini qarang. Va xursand bo'lib vaqtini zo'r o'tkazishdi, urushmasdan, tolishmasdan. Cho'plarni teshib chiqqan teshiklarimizga kirgizib chiqishdi.